banda Xudoga ta'zim qiladigan, Robbisini ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechiradigan, Robbisini ibodatini mahkam ushlaydigan, Robbisi qaytargan gunohlardan qaytib yashaydigan bandani banda der ekan. Undan tashqaridagi, ya'ni mana shu sifatlarga ega bo'lmagan insonlarni ganda der ekan. Ganda degani o'ta chirkin, o'ta iflos narsani aytilar ekan. Robbisini tanimasa, Xoliqini tanimasa, mana bu ne'matlarni qudrat qozonida pishirib bunga rizq qilib bergan Roziqini tanimasa, yolg'iz edi unga juft berdi, juftidan farzandlar ato qildi. Buni tanimagan insonni inson deyishligi mumkinmi? Ular hayvondir, balki hayvondan ham battarroqdir deyapti Xudo taborak va taolo. Alloh subhanahu va taolo bizlardan xohlaganchalik yashayapmizmi? Qani bugun qo'limizga qaraylik. Ibodatimiz bormi? Namozimiz bormi? Alloh subhanahu va taoloning huzuri, dargohi ikkita qo'lni burunga tiqib boradigan joy emas azizlar. Har bir inson deyapti, ertangi qiyomat kuni uchun tayyorgarligini ko'rsin deyapti.